Mana bu xalq tilida karyer deyiladi, bizni tilimizda, sohamizda. Yer bag'ridan qimmatbaho va nodir metallari bor ruda qazib olinganda, uni yuqori qatlamlarida baland sort ruda hosil bo'ladi. Hammasi transportirovka qilinib, bir joyga olib kelib to'kiladi, yig'iladi. Mana shu holatda insoniyat tomonidan tog' hosil bo'ladi. Biz yoshlik vaqtimizda, hoji dadamiz uylariga kelgan vaqtimizda mana shu karyerlarga tirmashib chiqardik. U vaqtda uni ustida ko'rinib turibdi, mana chizig'idan yuqori yarusi yo'q edi. Chiqardik. Mana shu soyliklarda qo'ylari boqib, futbol o'ynab katta bo'lganmiz. Toshlardan darvozalar yasab, yoshligimiz juda qiziq o'tgan. Bu katta bahaybat karyer nimani anglatadi? O'zbekistonimizda, ayniqsa Olmaliqda kon metallurgiya sanoatini jadallik bilan rivojlanayotganiga dalolat qiladi. Shundoq ekan, kim shu sohani tanlasa, yoshlar o'zingizni avvaldan bu sohaga yo'naltiring, tayyorlang, til o'rganing, albatta ingliz tili, xitoy tili, nemis tilini o'rganing, rus tilini mukammal biling. Va albatta aniq fanlardan matematika, fizika, kimyo fanlarini puxta o'zlashtirish sizlarga tavsiya etiladi. Mana uni bor bo'yi, butun kattaligi, haybatini ko'ring. Shahrimizga ko'rk bag'ishlaydi. Ob-havo ham uning chiroyiga chiroy qo'shmoqda.